Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, kim uyidan qurbonlik qilishga qo'y sotib olish uchun chiqsa, uning har bir bosgan qadami uchun 10 ta hasanot yoziladi va 10 ta gunohi o'chiriladi hamda 10 daraja yuqori martabaga ko'tariladi. Savdo asnosida qancha so'z so'zlasa, har bir aytgan so'zi tasbeh bo'ladi. Qurbonlik qo'yini sotib olish uchun pul sanasa, har bir dirhami uchun 700 hasanot yoziladi. Qo'yni bo'g'izlash uchun yerga yotqizganida o'sha joydan to 7 qavat yergacha barcha maxluqot va mavjudot unga istig'for aytadi. Qachon qurbonlikning qoni oqsa, har bir qatra qondan 10 ta farishtani yaratadi. Bu farishtalar qurbonlik qiluvchiga qiyomatga qadar istig'for aytib turadilar. Qurbonlik go'shtini taqsimlar ekan, har bir bo'lak go'sht uchun Ismoil alayhissalom avlodidan bo'lgan bir qul ozod qilgan kabi bo'lar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anhoga dedilar: "Ey Oysha, o'rningdan tur va qurbonligingga shohid bo'l. Qurbonlik qonining avvalgi tomchisi yerga tushishi bilanoq Alloh taolo barcha o'tgan gunohlaringni mag'firat qilar." Shunda Oysha roziyallohu anha so'radilar: "Ey Allohning rasuli, bu biz uchun xosmi yoki mu'minlarga ham ommaviymi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Bizlarga va mu'minlarga ommavidir."